Agar farzandingizning nutqi kechikayotgan bo'lsa, uy sharoitida 3 ta maslahat beraman. Shu usullardan 3-inchisi o'z bolalarimni qo'llaganman, nutqi aniq chiqqan. Birinchi usul bizlarga oddiygina uxachiska kerak bo'ladi. Uxachiska qo'l motorikasini rivojlantirish uchun yordam beradi. Biz uxachiska yordamida shakllar yasaymiz va bolaga uni takrorlashini so'raymiz. Bu narsa bolani diqqatini rivojlantirishga yordam beradi. Ikkinchi usul, bizga har xil rangli konfetlar kerak bo'ladi. Bu konfetlar orqali bolalarga ranglarni o'rgatamiz. Ya'ni sariq rang konfetni sariqqa solishni, yashil rangni yashilga solishni o'rgatamiz. Bunda bolalar qo'l motorikalari ishlaydi va ranglarni ajratishni o'rganadi. Uchinchi usul, bizga oddiygina qisqichlar kerak bo'ladi. Qisqichlar orqali nima qilamiz? Qisqichlar orqali bolani qo'liga qistiramiz, ikkita qo'liga, oyog'iga qistiramiz va boladan so'raymiz. Oyog'ingdagi qisqichni ol, qo'lingdagi qisqichni ol deb so'raymiz. Bunda nima bo'ladi? Bola bunda o'z tana a'zolarini his qiladi va qo'l motorikasini rivojlantiradi. Qo'l motorikalar orqali bolani nutqini chiqarishga yordam beramiz. Agar sizga shunday ma'lumotlar qiziq bo'lsa, hoziroq bizning sahifamizga obuna bo'ling.